Jalakka bordim qarang, jalakka bordim. Jalakchi Ozarbayjon, hamma qiz o'zimizdan, o'zbeklar alam qiladi-da. Ikkita papar asasi bor Ozarbayjondan. Boyagi qizga aytdim-da, kayfim bor. Va Ozarbayjonda oldimda pesh qilaverdi-da, o'tiribmiz, pesh qilaverdi. Emasini sizga qo'lini tekissan dedim, so'yib chiqib ketaman dedim. Oldimda o'zbeklar ham bor-da. Keyin boya qiz bitta baqir chaqir qildi, shantaj. Ya. Ozarbayjon Arşivisi yok hep anchadan beri Rossiyada arşivi. Endi misolchi akam bundayda, noto'g'ri tushunmaydi u narsani. Yo'q. Siz ham tirikchilikda yuribsiz aka, men ham tirikchilikda yuribman. Siz şöyle düşünün. Özbek sömege falşivi yok. Dolarga bor, rublga bor. Ama 5000 TL'ni ko'rmay oldim. 5000 TL halol aka. Endi aytyapman da bana haykali bormi tövri bana. Bunga ham bor haykali. Qarang. O'zbekning pulini falshivi qilguncha urib qamoqda o'tirib olsangiz yaxshiroq-da. Keyin 100 talikka bo'lmaydi, 200 talikka bo'ladi. Ha, 200 talikka bo'ladi. Ha. Rahat tuya. Ha. Neyse bormi bo'ldi. Uni ana havidanmaksin chiz olmaydi. Ha, uni chiz olmaydi. Ko'rinmagan. Ya aeroportda keyin falshivi bilan yuradi, biroq. Naborot bizga o'tkazib yuboradi. Kuni 300 yevro o'tkazib yubordi. Yevro ham bo'lsa aslan. Ha. Turkiyadan kelyapti, shu stryaklar 14 ming. Rubldan. Yo'q, 14 ming so'mda bo'ladi-da. 1 yevro 300 bo'ladi. 1 yevro. 1 yevro ana 300 yevroni ana shunaqa o'tkazib qochib ketdi pitlar. Buni biz militsiyaga ham bera olmadik. Militsiyaga bersa o'zimizga muammo bo'ladi. Katta bola biz ham qishloqdan bitta bola haligida ishlaymiz, Londonda ishlaymiz-da. 2004-yil bola. Ishdan bo'shab keldi, qaysidir shaharga 2-3 ta klubga aholi bo'lgan-da. Endi birontasini g'ashibdanmi, boshqa qilganmi? Bevasitasi kelishgan bola endi. Rossiyada dedim, uka dedim, bu ishingga yig'ishtir dedim. Otasi o'lib ketgan ekan. Otasi ham ondan qasam o'lib ketgan tayoqga. Jigari ezilibdi. Uyidagi palashinasi oldiga qizchasini olgan jalabchani uni endi sizga oldi. Vaqtlarım uka bu ishingga yig'ishtir. Qaram hech qanaqa haligimdan bo'lmaydi. Aka deb bilan boshlab qamalib ketdi-da. Eshitayotgan nashrga tushganda. Öyleydi. Şu şimdi hayatım talep geliyorduk da. Duymama geldi azizliğim güçlü tutup arayıp verdi. Yeminle köyüne geliyorsunuz da biletmeyin. Ya biraz çarçaktı. Karımla aradım. Kırıyan'a ben işler yapmışsam anne. Karımla aradım. Kulum kop gitti mi? Naksuya cayda işlerim. 20 olsun. Hadi. Zaten deydi, boyagi 2 o'tib ketadi. Ishlab ishlaysiz. Birdan bunday bo'ladi, faqat beradi. Firmani ham mana ishdi. Kidab. Ruslar shu ishni qilyapti, o'zimizniki. Shira aslida sizga o'zbek sizga dedi-ku, asratning bo'lgan haligi Yok
albatta jalab kelmayapti. Endi jalabam majburligidan da endi nima deysiz? Aka, jalabga bordim qarang. Jalabga bordim. Jalabchi Ozarbayjon, ammo qiz o'zimizdan, o'zbeklar alam qiladi-da. Ikkita qator asosi bor Ozarbayjonda. Boyaga qizga aytdim-da, kayfim bor. Ozarbayjonda oldimda pesh qilaverdi-da, o'tiribmiz, pesh qilaverdi. Yurasini sizga dedim, qo'lim tekissin dedim, so'yib chiqib ketaman dedim. Oldimda o'zbek bolalar ham bordi. Keyin boya qiz birdan baqir chaqir qildi, shantaj. Yo'q. Ozarbayjonni chaqirdi ikkita bolani. Nima deding deyapti menga. Mana nima dedim. Men senga gapirganim yo'qmi dedim. Yo senga gapirdimmi men? Sen menga gapirolmaysan dedi menga. Endi men yerga chiqqandim. O'zbekchani tushunaku. Sen kimsan men senga gapirolmayman. Sho'xing bor. Sen bir cho'qmisan dedi. Mana sizga. Bir senda bir o'g'il nomus bilan haligi degan narsa bor. Sen paparosa bo'lsan sizga. Nima senga gapirolmayman. Chiq kecha kutdingmi sizgaman. Buni baqirib qo'yib qizarib ketganman. Chiqib berdi ekan. Aka bu kayfingizni ham keting dedi. Birazini sizga dedim o'zing tumaningizni sotib olgan bo'lsang buni sasani dedim. Putinni sotib olmagansan gunohi. Bitta saqirlarni bitta omon chaqiraman dedim. Men o'zim olib kelsam dedim. Omonga sikib ketadi bo'lmaydi. Saqira omonlar ham bo'lar. Nima qiladi? Ha? Buni bo'lib ketadi. Pulga bo'lsang, 2 millionga pul oyoq ketadi-da. Bu 2 millionni 2 yil telefonimni to'ladi mazin sizga. Lekin men aeroportdan bilasizlar sotqani o'ylagan bilan aka. Tojikiston bilan shunaqa pul olyapti. Uyga kirganim ishlab qo'ygan menda bizlar. Ishlab qo'ygan. 1000 dollardan pul olsa ham ishlab qo'ygan. Gazetesiga o'tish kerak-ku. Ro'yxatdan o'tkazadi edi. Sizga do'stlar sizga o'zini birinchi o'tkazadi. Bizlardan biz qarab o'tiramiz. O'qib berangiz sizga. Bugun ertalab 10 ga borgan bo'lsak, ertangi soat 4 da qaytib kelishimiz kerak aeroportga.